Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Yoshim 38da, 39ga o'tyapman. Bu kompaniyaga bir dugonam orqali, ya'ni Toshkentda tanishgan dugonam orqali kelib qoldim. Sog'ligim tufayli kelib qoldim. Chunki 15 yildan beri astma kasal bilan kurashgan insonlardan biriman. Birinchisi yengil etap asta-asta surunkali bronxit astma. Doim davolanib kelaman, har 6 oyda, ba'zida 6 oyda bo'lmasa ham kuchli davolanishlar bo'ladi. Ya'ni antibiotiklar olaman. Bora-bora bu gormon olishga o'tib ketdi. Ya'ni gormon olmasam, ya'ni bo'lmaydi. Dexametazon, prednizolon degan gormonlar bilan yaxshi nafas olishim yaxshi bo'ladi. Bo'lmasa ola olmayman. Bu koronavirus kirib kelgandan keyin o'pka faoliyatim yarimi ishdan chiqdi deyishdi doktorlar, chunki juda ham tez bu virus tarqab o'pkamga suv yig'ish etapiga o'tib ketdi. Buni oldiramiz, ya'ni doktor nazorati ostida nima qilamiz, lekin holat yaxshi bo'lmaydi, bora-bora og'irlashadi. Keyin shu Toshkentda tanishib qolgan dugonam orqali bu mahsulot bilan tanishib qoldim. Avvaliga ishonmadim to'g'risi, chunki meni juda ham kuchli doktorlar ko'rdi Namanganda, undan tashqari Toshkentda ham juda ham kuchli pulmonolog ko'rdi. Lichiniyalar vaqtida zo'r, lekin oldiga borish yo'q, faqat orqaga. Mayli bir sinab ko'ramiz dedim, chunki hujayra darajasida ta'sir qiladi deb kuchli mutaxassis yoritib bergani uchun doktorlar antibiotik olganda hujayralar o'ladi deganini men eshitganman-da, chunki antibiotikni miqdordan oshiq olganligim uchun men shu narsa meni ushlab qoldi. Mayli hujayra darajasida degan, chunki tarkibida mis bor, ya'ni o'pkani elementi, moddasi bor, mis bor degan uchun shu yoritib berganda shu so'z meni qiziqtirib qolib, bu mahsulotni olib iste'mol qildim. Xo'p, qaysi mahsulotni qanday dozada ichdingiz va 5 kunlik, 10 kunlik, 1 oylik o'zgarishlar haqida ma'lumot bersangiz? Men birinchi bu mahsulotdan boshladim. Ya'ni Koralvik kalsiy asosidagi mineral kompleksdan birinchi 3 kun ertalab bitta, obeddan keyin bitta, ya'ni bittada 2 mahal iste'mol qildim. Holat yaxshi bo'lgani uchun 3 kundan keyin buni dozasini ko'tardim. Ertalab 2 ta, obeddan keyin 4 ta. Buni bir hafta davomida shu 4 tadan ichdim, 2 tada 2 mahal. Bir haftadan keyin dozani kuchliroq ko'tardik, chunki o'zimda o'zgarish bo'lgani uchun bir kunda 4 mahal 2 tadan 8 tagacha bu kalsiydan shimdim. Rostida bundan esa 6 ta 8 tagacha shimdim. Chunki men bir haftada bitta somsa yedim, ovqatdan qolgan edim. 1,5 oyda 2 ta somsa, 1 kasha sho'rva ichdim, chunki ya'ni apetit ochildi, ishtaham ochilgani uchun bundan kuniga 8 ta kayzin, 2 tadan 4 mahal, bundan 2 tadan 4 mahal 8 ta kalsiy iste'mol qildim. Xo'p, o'zingizda o'zgarish sezguningizgacha necha pachka mahsulot ichib tugatdingiz? Qarang, o'zimda o'zgarish sezganimcha bu mahsulot menga 6 oyga yetmaydi, chunki 6 oylik kurs ekan bu. Menda kasallik o'ta yuqori bo'lgani uchun buni 1,5 oyda tugatdim. 2 oyga bormadi, keyin dashi yana oldik. 6 oylik mahsulot 1,5 oyda tugadi. 1,5 oyda tugadi. Shunda sirazi 33% o'pka tiklandi. Biz dashi yana oldik. Общий hisoblaganda 5 kurs lichina oldim. Lekin 100% o'pka tiklangan, nafas yo'lda ozgina 25% hali bor. Lekin 100% o'pka tiklangan. Tushunarli. Mahsulotni o'zingiz olganingizdan keyin effekt ko'rganingizdan keyin faqatgina o'zingiz havo ko'rdingizmi yo kimlargadir ham aytdingizmi yana? Aytdim, avvalambor farzandimga olib berdik, katta qizimda. Nima natijalar ko'rdingiz shulardan? Katta qizimda tug'ilish jarayonida qorinda suv yutish bilan ichakda infeksiya bor edi. Shu infeksiyadan juda zo'r natija oldik. Undan tashqari onamga olib berdim. Tizzada suyak yemirishi boshlangan, o'sha tizza qismida ishish bor edi. Onamga olib berdim. Onam juda ham yaxshi natija bo'ldi. Ammamni qizi oldi, meni sog'ligimni ko'rib, unda ham tizzada suyak yemirishi, u ham juda super natija oldi. Zo'r. Xo'p, hozir bizni kuzatayotgan insonlar bor, tomoshabinlar bor. Mahsulotni olish darajasi, o'zidagi xohishi 100% dek yuqori darajada, lekin narx-navosiga kelgan paytda ozgina qiynalib turibdi. Narxi ozgina qimmatroq deb tuyulyapti. Nima deb o'ylaysiz? Mahsulotimizning narxi rostdan ham qimmatmi? Birinchi eshitgan odamga bu mahsulot haqida to'liq tushunmasa, unga qimmat ko'rinadi, lekin buni to'liq o'rgansa bu qimmat emas. Men tekin deb bilaman. Sababi aytaylik, 5 million so'mga ham bormaydi. Masalan, men 10 kun больницаga yotadigan bo'lsam, menga 5 million so'm pul yetmas edi. Buni o'zlari bu yerdagi mutaxassislar menga hisoblab berishdi. Oyiga bo'lganingizda dedi 750 ming so'mga tushadi dedi. Lekin bu 6 oylik kurs lichina. Men buni qimmat deya olmayman. Misol 6 oy больницаga yotsangiz, aytaylik unaqa bo'lmasin. Shunaqa holat bo'lib qoladigan bo'lsa,
5 million pul hech qachon yetmaydi. Bu tekin. Endi insonlarga yetkazib berishda, ular ongiga qabul qilishda, tushunishida deb bilaman, lekin men uchun bu mahsulot tekin. Sabab, chunki operatsiya holatidan qoldim. Chunki o'zimizda tanishimiz ham Shuhrat aka ham suyak yemirishdan ishdi, Surxondaryoda Jayrixondan 60 million pul ko'tarib kelgan. Ya'ni son suyakcha qo'ydiraman deb. Bu mahsulotni qabul qildi, 2 kurs lechini oldi operatsiyadan, ya'ni nima deydi, qilishga hojat yo'q dedi doktorlar, tiklanishi zo'r bo'ldi. Operatsiyadan ko'ra buni ichgan men uchun misol arzon deb bilaman. Xo'p. Tabriklayman shunday yaxshi natijalar bilan, minnatdorchilik va xayrlashuv. Minnatdorchiligim juda ham cheksiz. Avvalambor shu kompaniyani prezidenti Liliya Nikolayevichdan, vitse-prezidenti Liliya Nigora Erkinovadan, shu mahsulotni olib kirib kelgan O'zbekistonga shulardan, ya'ni yuqori kengash ustozlarimizdan shu mahsulotni bir eshitib ko'ring deb kelgan, eshitib ko'ringchi sog'ligingiz uchun degan dugonamdan, hammasidan juda ham minnatdorman. Minnatdorimda cheki yo'q. Hammadan minnatdorman.